Chaqaloqlarga to'g'ri pampers taqish, burni bitib qolganda nima qilish kerakligini so'rashibdi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Avvalo pampers mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, pamperslarni bolaga 2 soatdan oshiq taqish mumkin emas. Agar ko'proq vaqt taqadigan bo'lsangiz, bolani terisi qizarib, bichilib qolish ehtimoli bor. Pampersni keyin bolani pampersini kuzatib turish kerak, peshob qildimi yoki ichi keldimi qarash kerak. Agar uzoq vaqt terisiga shunaqa peshobi, najasi yopishib turadigan bo'lsa, bolani terisini tez zararlab qo'yadi. Bolalarning terisi nozik bo'ladi, tez bichilib, qizarib qoladi bolalarning terisi. O'shanga e'tiborli bo'lish kerak. Har ichi kelganda pampersni almashtirish kerak agar pampers kiydirishga vaziyat bo'ladigan bo'lsa. Keyin bolani pampersini yechganda, uni najasi, peshobini terisidan tozalayotganda vlajnilarni ishlatmaslik kerak. Toza, iliq oqar suvda yuvgan yaxshi. Sababi vlajni terini tozalamaydi. Bizga ko'rinmaydigan terini poralarini faqatgina shu najas bilan, peshob bilan shuvab qo'yasiz. Suvdek toza qilib saqlab turolmaydi. Keyin bolani beshikka pampers bilan belash mumkin emas. Hayron bo'lmanglar, shunaqa onalar ham bor ekan. Xo'p, menimcha yetarli. Endi bolani burniga keladigan bo'lsak, agar bolalarning burni oqib qolayotgan bo'lsa, bitib qolayotgan bo'lsa, oddiy natriy xlor 0.9% 2-3 tomchidan tomizib, bir 3-4 minut kutiladi. Aspiratorda tortib olish mumkin yengilgina. Agar aspiratorga hech nima chiqmayotgan bo'lsa, faqat burni bitayotgan bo'lsa, kuniga bir 2-3 mahal natriy xlorni o'zini tomizib qo'yish yetarli. Bolaning burnini ochib beradi bu ham. Ishlarni kamaytirib beradi. Agar burni oqib natriy xlor tomizsangiz, buni ham shu kuniga 2-3 marta qilsangiz bo'ladi. 5-6 kun davomida ungacha o'zi bolaning burni joyiga tushib ketadi.